Sardor, sen mod uchayotgandagi eng ko'p xatolardan 3tasini bugun sen bilan birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, mod sen boshqa odamning modini uchmoqchisan yoki boshqa bukimning modini uchyapsan. Sen uni qaysi darajada seplenasi, qaysi payt qo'zg'alishini bilmaysan. Shu uchun ko'chada uyalib qolmasliging uchun senga zo'r layfhak o'rgataman. Modni zavat qilib olasan, seplenani bosib birga urib olasan, gazni ozgina berasan. Shu bahonada ozgina oldi tormozni bosasan. Mana ko'ryapsan-a? Mod qo'zg'alyapti uje. Qaysi darajada qo'zg'alishini bilyapsan. Demak, bu mod seplenasi mana bu darajada qo'zg'alyapti. Ko'rdingmi? Men ozgina ushlab turmaganimda o'sha o'chib qolyapti mod. Sen o'sha palajaynani sen tushib olganingdan keyin sen modni bemalol haydab ketaverasan. Bu bittasi. Sardor ana kuni jiyanlaringga modni bergan ekansan. Bakki mana bunaqa tirab olgan holatda uchayotgan ekan. Bu nitoda, sal tushuntirib qo'ymaysan jiyanlarga. Eng zo'r variantda mana qara. Mana bunaqa tushuntirib qo'ygan. Orqaroq o'tirsin, qo'li bilan stoykani bersin-da, oyog'i bilan tizzalari bilan bakki siqib olsin. O'shanda bunday to'xtaganda ortiqcha urilmaydi. Bo'lmasa mana bunaqa holatlarga duch keladi. Mana bunaqa urilib ketib qoladi yoki oldiga ketib qoladi. Shuni yaxshilab tushuntirib qo'ygan. Sardor ana kuni tor ko'chaga kirib qolding-da, menga aytayotsan, modni yiqitib yubordim, zo'r ushlab qoldimmi? Senga eng zo'r layfhakini ko'rsataman. Mana ketyapsanmi? Sen mana bunaqa tortmagin. Bunaqa tortgan payting sen qo'lingga nagruska berib qo'yasan. Eng zo'r variant mana oyog'iga kuch tashlagan holatda bunday ko'tarishing kerak. Mana, qara. Ko'rdingmi? O'shanda tor ko'chalarga kirganingda hadeb yiqilib yuravermaysan.